Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Laravelda tenant mavzusini gaplashamiz. Xo'p, tenant mavzusi o'zi nima? Tenant o'zi nima? deydigan savollarga qo'ldan kelgancha javob beramiz. Xo'p, har doimdek men o'zimga kodlarni tayyorlab olganman. Avvalambor buni ishlashi, nimaga kerakligini o'rganib ko'rib chiqsak. Xo'p, tenant o'zi nima? Tasavvur qilamiz. Bir kompaniya bir sayti bor. Sayt bor deylik. Saytdan 10 ta kompaniya foydalanadi. 10 ta mijozi bor. Har mijozning, ya'ni har sotib olgan mijozning 100 tadan foydalanuvchisi bor. Bu o'z-o'zidan 1000 tadan oshiq foydalanuvchi bor degani. Mana shunday holatda, mana shu har bir mijozning ma'lumotlarini bir yerda saqlash, ularni har biriga alohida bir interfeys ochib berib xizmat ko'rsatish bu juda chalkashlik holatini olib keladi. Ya'ni qaysidir ma'lumotlar hammasi bir joyda saqlangan. Tasavvur qilamiz, masalan, men bu yerda barber shop uchun, ya'ni o'sha sartaroshxona uchun tenant qismini qilganman. Bu yoqda ham barber shop turibdi, sartaroshxona nomi. Masalan, Toshkent shahrida bir tumanida 100 ta sartaroshxona bo'lsa, o'sha 100 ta sartaroshxona har biriga bir kunda 10 tadan mijoz keladigan bo'lsa va ana shu mijozlar har bittasini sartaroshxona o'zining ro'yxatiga olib, u nima qilgan, masalan, sochini yuvdirganmi yoki soqol oldirganmi yoki soch oldirganmi, har bittasini o'zini o'sha prilojeniyasida, ana shu saytda ro'yxatga olib ketib, kunlik hisobot olish mumkin yoki oylik hisobot olish mumkin yoki bir shogirdlariga akkaunt berib, har bitta shogirdini shu orqali nazorat qilishi mumkin bo'lgan holatlarda ma'lumotlar chalkashish yuzaga keladi. Ya'ni o'sha 100 ta sartaroshxona kuniga 10 tadan mijozga xizmat ko'rsatdi, har bittasi. Bu degani bir kunda databeyzga, ya'ni ma'lumotlar bazasiga bir kunda 1000 tadan oshiq ma'lumot yozilyapti degani. Bu bir kunlik. Endi buni bir oyda o'z-o'zidan 30 mingta bo'ladi, yana bir yillik. Masalan, bir yillik tushumi qancha bo'lganini sartaroshxona ko'rish bo'lgan statistikalar chiqarib berishimiz mumkin. Shunday holatlarda ma'lumotlar juda ham chalkashish yuzaga keladi. Bu bizga chalkashish deganda bular hammasi o'sha raqamlashtirilgan, ya'ni ID orqali yoki hammasi bog'lanishlar orqali yuzaga keladi. U chalkashish deganda o'zimiz ma'lumotlarni ko'zda ko'rganda o'qishga qiynalamiz va tartiblanmagan holatda bo'ladi. Ming uni relationlar qilak, ming uni alohida databeyzlar qilib tashlasa ham, bu yerda proses ham sekinlashib qoladi. Ya'ni biror bir ma'lumotni olib kelib berishda o'sha yillar, oylar o'tgan sari ma'lumotlar databeyzda ko'paygani sari query'lar yozganimizda, o'sha SQL so'rovlar yozganimizda har bir so'rov borib kelib o'sha bizga kerakli ma'lumotni olib kelganda oradagi muddat cho'zilib ketaveradi. Xo'p, bunga yechim tenant o'ylab topilgan. Ya'ni tenant logikasi bor, arxitekturasi bor. U nima qiladi? O'sha sartaroshxonani har biriga, ya'ni har bir sartaroshxonaga kodi bir asosli, ya'ni kodi mana shu kod. Bitta kod proyekt run bo'lgandagi bitta kod o'sha har bir sartaroshga 0 dan xizmat qiladi. Ya'ni har bittasini domeni alohida bo'ladi. Har bittasini databeyzi alohida bo'ladi. Bu yerda yana bir databeyzga bog'liq jihatni ko'rib ketishimiz kerak yo'lda. Har bir tenant uchun butunlay yangi ma'lumotlar bazasi yaratiladi. 3 xil holatda bunday joylarda yechim qilinadi. Birinchi holati bu, masalan, 10 ta sartaroshxonani har bittasiga alohida databeyz yaratib, ularda har bir klienti o'zlariga tegishli va alohida databeyzda saqlanadi. Bu birinchi yo'l. Bitta bazada, lekin har bir tenant uchun alohida schema yaratiladi. Bu ikkinchi yo'l. Ya'ni o'sha schema orqali tenantlarni boshqarsa bo'ladi. Bitta databeyzda bo'ladi bu lekin. Boyagi o'sha eng chalkash usul, eng bir qiyinlashtiradigan usul bu bitta jadvalda, ya'ni bitta databeyz bo'ladi. Ichida tenant ID, domain ID deb har bittasi bog'lanib, SQL so'rovlarda ham hammasida shular orqali 10 ta sartaroshxona ma'lumotlar orasida bittasi